Agar tanangizdagi barcha qon tomirlarni olib, ularni bir-biriga bog'lasak, ularning uzunligi juda uzoq davom etadi deb o'ylashingiz mumkin. Bu o'ylaganingizdan ancha uzoqroq. Inson tanasidagi har bir a'zosi ichida va tashqarisida to'qilgan minglab mayda qon tomirlar, ya'ni kapillyarlar mavjud bo'lib, bularning barchasini birlashtirganda 96 ming kilometrdan oshadi. Bu degani biz qon tomirlarining bir uchini olib, Lochin zavodidan boshlab, uning har bir sexi ichidan, ya'ni metal omborimizdan, bort ishlab chiqarish sexidan hamda shassi, ya'ni payvandlash sexidan so'ng bo'yoqlash sexiga katafariz bo'limidan hamda bo'yoqlash liniyasini kesib o'tib, omborimizga kirib, minglab ehtiyot qismlarni atrofini kezib, so'ng hudud bo'ylab aylanib, yog'u sexiga tashrif buyursak, yog'u sexining har bir konveyerini aylanib o'tib, u yerdagi 50 million so'mlik 2 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan kvadrotsiklimizni olib, dunyo bo'ylab sayohatga chiqsak, qon tomirlarimiz bizni Yevropa, Tinch okeani bo'ylab Osiyo, Amerika, Yaponiyagacha yetib boradi. Bu nafaqat boshlagan nuqtamiz, Lochin zavodiga qaytib yetib keladi. Siz shu jarayonni yana qaytadan Lochin zavodining boshqa bir modelini 33 million 500 ming so'mlik yangi model bo'lgan baland bortli samosvallik motosiklimizda hamda 6 million so'm aksiyada bo'lgan 23 million so'mlik novi dizayn modelimizda yoqqan rangimizni tanlab, unga 1,5 tonna yuk bosib, yana shu jarayonni 2-3 marotaba takrorlashingiz mumkin. Shunda biz Lochin motosikllarni dunyo bo'ylab aylanib bosib o'tgan masofamiz qon tomirlarimizning uzunligiga teng bo'ladi.